Qashqadaryoda 2 profilaktika inspektori yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Muborak tumanida uxlab qolgan Nexia haydovchisi 3 nafar profilaktika inspektori bo'lgan mashina bilan to'qnashdi. Oqibatda bir xodim voqea joyida va biri esa shifoxonada vafot etdi. Yana biri kasalxonada davolanmoqda. Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar profilaktika inspektori vafot etdi. Qayd etilishicha, haydovchisi uxlab qolgan Nexia mashinasi qarama-qarshi yo'nalishda ketayotgan mashina bilan to'qnashgan. Oqibatda o'z yo'nalishida kelayotgan mashinada bo'lgan profilaktika inspektorlarining biri voqea joyida, biri esa shifoxonada vafot etgan. Yana bir nafar xodim esa tan jarohati olib shifoxonada yotqizilgan. Holat yuzasidan Muborak tumani prokuratura tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi odamlar o'limiga sabab bo'lgan transport hodisasini harakatini xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida sudning 7-apreldagi ajrimasiga ko'ra bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.